Ali roziyallohu anhuning qahramonliklari. Bu masalada jang maydonida ko'rsatilgan shijoat, quvvat masalasida Aliga teng keladigan bironta sahoba yo'q. Agar musulmonlarning qahramonlari haqida so'z kelsa, albatta Xolid ibn Valid zikr qilinadi. Zubayr ibn al-Avvom, Ali ibn Abi Talib, Miqdod ibn Amr, Qawqa roziyallohu anhu. Strategiya masalasida jangni yurgizishlik masalasida, strategiya masalasida Xolid ibn Validga teng keladigan odam bo'lgan emas. Buni xulafa roshidlar ham tan olishgan. Endi jismoniy quvvatga kelsak, Ali ibn Abi Talibni oldiga tushadigan bironta odam emas. Hatto aytilinadi, Ali roziyallohu anhu birorta odamni mahkam ushlab olsa, qo'li bilan qisib tursa, siqib, nafas olmay qoladigan darajada qattiq ushadi. O'zi baland bo'yli bo'lmasa ham, go'shtdor, qorni bo'lsa ham, Alloh taolo shu bir jasadini shunday bir quvvat bilan to'ldirgan. Hatto ayrim ulamolar aytadi, Ali roziyallohu